Poytaxtimizda Butunjahon ijtimoiy ish kuni munosabati bilan Zakovat intellektual turniri bo'lib o'tdi. Respublika miqyosida tashkil etilgan ushbu musobaqada Ijtimoiy himoya milliy agentligi xodimlari hamda oliy ta'lim muassasalari talabalari o'zaro bilim va tezkorlikda bahslashdilar. Hozirgi lavhada batafsil shu haqda so'z boradi. Ijtimoiy himoya milliy agentligining mahallalarda xizmat qilib kelayotgan xodimlari va bir qator universitetlarning ayni shu sohada ta'lim olayotgan talabalari bugun o'z bilim va tafakkurini ishga solishadi. 3 raunddan iborat bo'lgan musobaqada butun respublika bo'yicha 30 ga yaqin jamoalar qatnashdi. Bugungi tadbir Butunjahon ijtimoiy xodimlar kunini nishonlash arafasida o'tkazilmoqda. Bugungi O'zbekistonimizda ijtimoiy himoya bo'yicha olib borilayotgan siyosat va umuman ijtimoiy himoyaga muhtoj insonlarga qanday ijtimoiy xizmatlar tashkil qilinayotganligi bo'yicha savollar qo'yilgan va ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan tayyorlangan 19 ta metodik qo'llanmalar bor. Tuzilgan 32 ta savollar ishtirokchilardan mantiqiy o'ylashni va tezkorlik bilan javob berishni talab qiladi. Ikkita bosqich bo'yicha to'plangan natijalar ayni vaqtda ijobiy. Bizga qiziq tomoni, biz anchadan beri Zakovat o'yinlariga qatnashmagandik. Bizning sohaga, ijtimoiy sohaga ham yaqin savollar bor. Biz Namangan viloyatidan keldik. Birinchi turda birinchi o'rindamiz. Ikkinchi turda ham xudo xolasa birinchi o'rinda bo'lamiz degan umiddamiz. Asta-asta qiyinlashib boryapti. Birinchi turda nisbatan osonroq savollar tushdi. Bugungi o'yindan asosiy maqsad nafaqat turnirda g'alaba qozonish, balki boshqa hamkasblarimiz bilan o'zaro tajriba almashish, tanishishni maqsad qilganmiz. Tadbir yakunida eng yuqori ballni qo'lga kiritgan 3 ta o'rin g'oliblari aniqlandi. Mazkur musobaqa ijtimoiy soha va ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlash, yosh mutaxassislarni qo'llab-quvvatlash hamda ularning intellektual salohiyatini namoyon etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Gulbahor Abdulxayeva, Abdulahad Abduvahobov, Hududiy informatsion dasturi uchun.